Men Zokirov Shohrubek, Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida tug'ilganman. 2021-yilda Andijon qishloq xo'jalik va agrotexnologiya instituti menejment fakultetini, 2025-yilda esa O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasining buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishini tamomlaganman. Soliq tizimiga bo'lgan qiziqishim meni ushbu yo'nalishda faoliyat boshlashimga undadi. Shu bois Andijon viloyati soliq boshqarmasiga hujjat topshirdim. Argos elektron tizimi orqali barcha test va suhbat bosqichlarini shaffof va adolatli topshirib, Buloqboshi tumaniga mahallalarga biriktirilgan soliq inspektori lavozimiga ishga qabul qilindim. Ma'lumki, mamlakatimizda mahallabay va korxonabay ishlash tizimlari joriy etilgan bo'lib, ushbu tizimlar orqali aholining va tadbirkorlarning muammolari joyida hal etilib, ularning iqtisodiy faolligi oshirilishda muhim rol o'ynamoqda. Men faoliyatim davomida Buloqboshi tumanining chekka hududlaridan Raish va Yorboshi mahallalarida samarali ish olib bordim. Bugungi kunda har bir mahallaning o'z soliqchisi bor. Mening asosiy vazifam mahallalardagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish, aholining tadbirkorlikka jalb qilish, ishsiz aholining qonuniy ish bilan ta'minlash, yashirin iqtisodiyotni oldini olish va soliq bazasini kengaytirishdan iborat. Ushbu vazifam natijasida men 2024-yil iyun oyida KPI tizimida maksimal 100 ball jamg'arib, soliq qo'mitasi raisining tashakkurnomasi hamda oyligimga qo'shimcha tarzda 200% pul mablag'lari bilan taqdirlandim. Bu esa yanada g'ayrat, shijoat va kuch bag'ishladi. Shundan so'ng viloyat soliq boshqarmasining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va xizmat ko'rsatish bo'limiga, ya'ni korxonabay ishlash tizimiga qabul qilindim. Korxonabay ishlash tizimi orqali esa viloyatdagi yirik korxonalar faoliyati tahlil qilinib, menga biriktirilgan har bir korxona rahbari va hisobchisi bilan soliqchi ko'makchi tamoyili asosida muntazam ravishda aloqa qilib boriladi. Ularga soliqqa oid yangiliklar, soliq imtiyozlari, soliq hisobotlarini to'g'ri yuritishda amaliy yordam va ko'maklar beriladi. Shundagina biz yashirin iqtisodiyotni oldini olishga hamda tadbirkorlarning to'g'ri faoliyat yuritishiga ko'maklashish va ularning manfaatlarini himoya qilishga xizmat qilgan bo'lamiz. Ishim davomida ustoz-shogird an'analari asosida tajribali mutaxassislardan o'rganib, o'z bilim va ko'nikmalarimni oshirib bormoqdaman. Jamoamizda sog'lom turmush tarziga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, stol tennisi, futbol musobaqalari, oilaviy sayohatlar tashkillashtiriladi. Bu esa xodimlarning jamoaviy ruhini oshirishga xizmat qiladi. Soliq tizimidagi shaffoflik, halollik va jamoaviylik mening asosiy qadriyatlarimdir.